iPhone'ni o'ligi ham iPhone deyishadi-ku. Shu gapga ishonasizmi? Ishonavering. Chunki hozirgi kunda megabayti katta bo'lgan 60 FPS'lik telefonlarni ham charchatib qo'yayotgan PUBG o'yinini iPhone'ning 7 yil avval ishlab chiqarilgan 7 Plus modeli 45 FPS da bemalol ishlab bermoqda. To'g'ri, qizib ketishi mumkin, zaryad tez tugab qolishi mumkin. Ammo uncha-buncha telefonlardan ko'ra zaryadi yaxshi har holda. Shu qo'limdagi apparatni men sizga 550 ming so'mga berib yuboraman desam ishonasizmi? Bunga ham ishonavering. Arzonligining sababi faqat Wi-Fi orqali ishlatiladi. SIM karta o'qimaydi. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqib qo'ying. Keyingi bo'lib ko'rsatadigan telefonim ham 7 Plusning 128 GB varianti. Batareyasi 100%, imekasi ro'yxatdan o'tgan, hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Bu ham PUBG'da bemalol 45 FPS da qotmasdan ishlab bera oladi. Narxi 1 20 ming so'mga chiqadi. Agar bunisi ham qiziqtirmagan bo'lsa, navbatdagi telefonni xuddi shuni 256 GB bo'ladi. Bu ham xususiyatlari bir xil, faqat xotirasi katta ekani bilan maqtana oladi. Narxi $95 ga chiqadi. Aybi nuqsonlari yo'q. Kimdir naqd pul sanasa berib yuboramiz. O'ylab o'tirmasdan. Aytgancha, boshqa viloyatda bo'lsangiz sizga telefonimizni dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-magazin. Qo'shimcha ma'lumot uchun bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz yoki nomerlarimizga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishingiz bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.